montaj qilib o'tirishga vaqtim yo'q. Shuning uchun foydali narsani kimga kerak bo'lsa, o'zi sabr qilib ko'rib oladi. Videoning chiroyini qidirmasdan deb o'yladim, shunaqa fikrga keldim. Xullas, montajsiz real video. Yana o'sha YouTube Amerika auditoriyasi uchun YouTube kanal ochishdagi Amerikaga yo'nalish sirlarini ochib beraman. Sizlarga mana kurslarda eng yaxshi kurs olib boradigan YouTube ustalari kurslarida o'rgatadigan sirlar. Bu narsalarni yillar davomida opit bo'lib, malaka qilib, ko'nikma qilib o'rganib kelinadi. Shuning uchun hamma ham buni bekorga bergisi kelmaydi. Aytishib, cho'ntagidan pul sarflab ishlatsa, o'rgansa, esda qoladi va shu ishga sodiqroq bo'ladi deydi. Mana qiynalib xarajat qilib qilganman deydi. Shuning uchun sotgisi keladi. Va boshqa o'zining sabablari bor. Lekin menda unaqa emas. Menga bu kanalda rivoj ham kerak emas. Yaxshi bo'ladi rivojlansa, lekin men o'zimni tanitish uchun yoki kanalni rivojlantirish uchun pul ishlash uchun qilmayapman. Kimda kim qiynalib yurgan bo'lsa, lekin YouTube ga qiziqsa, bir necha videolarni tayyorlab, montajlarni qilib qo'ygan bo'lsa-yu, lekin Amerika auditoriyasiga yo'nalish ola olmayotgan bo'lsa, ana o'sha insonlar uchun xolis yordam bo'lsin deb shunaqa videoni qilyapman. Kimgadir kerak bo'lmasa, kimdir o'sha bijir yaqin kunlarda YouTube bloklab qo'yadigan yo'nalishlar bilan ishlab borayotgan bo'lsa, bemalol meni ularga ishlayotgan puliga mana nimam yo'q deydi. G'ayirligim yoki bir hasad bilan qaramayapman. Million dollarlab ishlasin. Faqat men o'sha oldingi videoda o'ziga bo'lgan zarari, o'ziga bo'lishi mumkin bo'lgan zararini eslatib qo'ydim xolos. Domladan so'rash kerak, boshqa qilib deyish kerak debdi. Men u yerda fatvo berganim ham yo'q. Bu harom, bu halol deganim ham yo'q. Xullas, o'tayman qolamaymiz. Xullas, sizning foydangiz uchun gapirganman. Bu videodan o'zimga hech narsa kerak emas. Foydali bo'lsa, shuni savobiga sherik bo'lsam, mana shuni o'zi yetadi. Xullas, qarang. Siz yaxshi kontent qilasiz. Lekin Amerika auditoriyasiga tushmoqchisiz, lekin eplay olmayapsiz. Qanday qilinadi? Birinchi o'rinda Amerika auditoriyasini kechirasizlar. Doim videoga gapiradiganimda bilasizlar, podkastlarni ham ko'rsanglar, kekirib keladi. Ovqatni to'yib yeb keyin kelgan podkastga deb o'ylardim. Hozir men trenirovkalarimni tugatib, qorinda hech narsa yo'q unaqa. Lekin shu gapirayotganda kelar ekanda, bu asab bilan bog'liq bo'lsa kerak. Xullas, chalg'imaymiz. Xo'p, Amerika anaqasiga auditoriyasiga qanday tushiradi? Amerika auditoriyasi bu boshqacha. Ko'p joylarda eshitgan bo'lsangiz, Amerika xalqi boshqa ekan. Amerikadagi sharoit, u tarafdagi dunyo boshqa dunyo deydi-ku, eshitgan bo'lsanglar, podkast, har xil videolarni ko'rganingizda. Ya'ni biz uchun qiziq deb o'ylayotgan narsalarimiz ularga umuman qiziq emas. Bizning qiziqishlarimiz ko'proq Hindistonni yoki Braziliyani qiziqishlariga tushib qoladi. Chunki mana shu bir xil IQ darajamiz shular bilan bir xilroqda, ya'ni hozirgi holatimiz. Avval yani kuchli bo'lgan, genimiz kuchli deb gaplar ko'payib ketibdi. Biz asli genimiz kuchli deb. Hop, lekin hozir shunaqa, masalan, mana shu videoni qilamiz, zo'r yonadi deysiz, uni shuna Hindiston ko'rib qo'yadi. YouTube shunaqa. Siz videoyingizning mavzusini o'rganadi, o'sha algoritmlari bor, sun'iy intellekt u yerda sinxron qilingan. Siz nima mavzu qo'ysangiz, shundoq informativ raqamli intellekt shuni biladida, mana bu mavzuda mana bunaqa yo'nalish ekan, mana bu mavzuni ko'tarib chiqibdi deydi. Bu mavzuni hozir eng ko'p ko'rayotgan aholi mana bu aholi deydi. O'sha Xitoyga yo Hindistonga, Xitoyga deyman, Hindistonga yo Braziliyaga yoki bo'lmasam Braziliyaga ham-ku yaxshi to'laydi. Yoki bo'lmasam Pokiston shunaqa, shu qaysi davlat, qaysi xalq yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, o'sha yoqqa shuni yo'naltirib qo'yadi. Amerika, Yevropa u yoqda qolib ketadi. Siz Yevropa qiziqadigan mavzuni qidiring. Menga yozibdi. Nima maslahat berasan, bo'lmasam? Bu mana dangiza bo'lmaslik kerak-da. Biz shunaqa eshakka o'xshaganroq haligi xarakterdagi tomonimiz bor, ba'zilarimizni. Majburlasa ishlaydi, chidamli. Lekin aqlli o'zi xohlab ishlatgisi kelmaydi. Mana shu aqliy dangasalik deyiladi. Nima maslahat? Kursga shuna yoziladi, menga yo'nalish bering, men o'sha yo'nalish qilib ketaveradi. Menga hashas o'qib qo'ying, men o'shani yesam deganda. Topsam uni, qidir. Amerikani o'rgan. Amerika davlati aholisi mana yoshdan mana yoshgacha, 18 dan 45 yoshgacha.
yoki 30 yoshdan 50 yoshgacha eng платежный способность deydi, ya'ni to'lash qobiliyati yuqori bo'lgan odamlar 30 yoshdan 50 yoshgacha, mayli 60 yoshgacha deylik, mana shunaqadagilar to'lash qobiliyati yuqori odamlar. Ular sening videoingni ko'rsa, senga reklama, yuqori qimmat reklama tushadi videoingga, kattaroq pul ishlaysan. Ya'ni sen nima qilishing kerak? Yozasan, Google ga kirasan, yo sun'iy intellektga kirasan. Xo'p, Amerikada mana u yoshdan mana u yoshgacha oraliqdagi odamlari ko'proq bo'sh vaqtlarida, dam olish kunlarida qanday mavzudagi video kontentlarga qiziqadi deb qidirasan. Keyin u senga chiqarib beradi. Hozirgi paytda mana narsalarga qiziqib, buni ko'ryapti deydi. Men sizlarga bitta ilgak berib ketaman. Amerikada urbanizatsiya, shaharlashish, texnologiyalar yuqori darajada kuchayib ketgan. Shuning uchun ular charchagan bunaqa narsalardan. Gollywood kinolari, action, bidish, ursol. Ha, ko'p qism ko'radi hali ham. Lekin Amerikaning aholisi juda ham katta. Bir necha 100 million. Ularni hozir rivojlanib kelayotgan katta yangi qatlami bor. Ular tabiiylikni, oddiylikni, sokinlikni yaxshi ko'radigan auditoriya. Ayniqsa Amerikaning yosh kattalari juda ham sokinlikni, eskicha davrdagi holatlarni yoki rivojlanmagan, hali shaharlashib ulgurmagan shart-sharoitdagi holatlarni ko'rishni yaxshi ko'radi. Mana sizga zo'r yo'nalish aytib beryapman. Nima bu yo'nalish? Bu chekka qishlog'i hayoti, misol uchun. Texnologiya hali kirib bormagan hayoti. Qara odamlarning yashash sharoitlari. Videolarda ko'rgan bo'lsangiz sizga chiqadi. Endi ularning yashash sharoitini, kundalik kun tartibini qiziqarli qilib, chiroyli kadrlardan, chiroyli fokuslardan ko'rsata olsangiz, mikrofon sifati, rekorder sifati yaxshi bo'lsa, ularning ovozlarini chiroyli ola olsangiz, ambience deydi, o'sha atmosfera, o'sha shart-sharoitdagi shovqinlar, daraxt, shamol, qushlar, har xil narsalarni, hayvonlar, it akillash, xo'roz qichqirishi, mol eshaklarning o'sha ovozlari tabiiy uzatib bera olsangiz, yaxshi kamerada podacha qila olsangiz, ana ular katta televizor monitorlarida 200 fps yoki 4K yoki 8K kачестводagi katta monitorlar bo'ladi ularda. Ana o'shalarga qo'yib olib, bunday o'yga berilib ko'radi. Xuddi o'sha atmosferaga tushib qolgandek o'zini his qilgisi kelib, dam olishi shu yo'lini tanlaydi. Xuddi bir o'sha joyga sayohat qilib kelgandek his bo'ladi. Siz o'sha hisni bera oladigan darajada sifatli kontent qilsangiz, mana ham bitta mana shundoq yo'nalish. Ha, bu yo'nalish professionallikni talab qiladi ozgina. Bu yo'nalishga 100% professional bo'lsangiz qilmaysiz. Yo'q, unaqa emas, qila olasiz. Birinchisida qilasiz, dabdala chiqadi. Oz ko'riladi, 100 ta 200 ta ko'rilishi mumkin. Ikkinchisida ham shu dabdala bo'ladi. Shu oylab qilaverasiz-da shuni. 1 oy, 2 oy o'sha yo'nalish bo'lsa, o'sha yo'nalish. Endi men bitta bu yo'nalishni ushlab olmang, men bu yo'nalishning ichida o'zi allaqancha yo'nalish qilish mumkin-da, misol uchun. Endi men bittasini aytdim. Yana amerikaliklar nimaga qiziqadi? Pulli sohaga qiziqadi, juda ham. Pullarni tahlil qilib berilganligi sohada. Agar siz ingliz tilini bilsangiz, amerikancha long slangmi, nima shunaqa ko'cha tilida gapirishingiz ham shart emas, o'zi bizda moda bo'lib ketgan-ku. Amerika o'zi ingliz tilini zo'r bilmaydi, lekin o'sha ko'cha tilini o'rgangiz keladi. Qora tanlilar ko'chada bro degan gaplarni, tipa shunaqa jargonlarni o'rgangiz keladi. Oliftagarchilik bu o'sha trend bo'lganga o'xshagan narsa bo'lib qoldi. Shart emas, britancha ingliz tili bo'lsa ham, fransuzcha ingliz tili bo'lsa ham, ya'ni fransuz lahjasida bo'lsa ham ingliz tiliga gapirsangiz, bo'ldi, algoritmga tushasiz. Muhimi o'sha Yevropa yoki Amerika aholisiga qiziq bo'lgan mavzuda gapiring. Ya'ni bu qanaqa mavzu? O'sha mamlakatlarning yangiliklari yoki finansiy, moliyaviy ma'lumotlar, yangiliklar yoki moliyaviy informatsiyalar, bilimlar bera olsangiz yoki ta'lim yo'nalishida, misol uchun Amerikada ta'lim sohasiga qiziqish va ta'lim sohasini ko'tarish hali ham ular o'zi xususiy sektorlar rivojlanib ketgan yuqori darajada turadi.
Shuning uchun ta'lim sohasida video qiling bo'lmasam. So'zsiz ta'lim sohasida video qilsa ham bo'ladi. Qidirib ko'ring, masalan, yozing internetga. Mehnat qiling-da, ustingizda ishlab o'rganing. Men sizga ключевой joylarini aytib qo'yaman. Qanday qilib Amerikaga mos qiziqish yo'nalish topsa bo'ladi deb. Keyin yana bitta narsa aytib qo'yaman. Musiqa qo'yish. Qo'shiqqa musiqani qo'yadi, zo'r yaxshi rivojlantirib turadi, keyin musiqani qo'yadi yoki qaysidir joylardan atrifkalarni, kesimlarni olib videolarni qo'yib joylashtiradi. Ana shunda mualliflik huquqini buzib qo'yadi. Hatto u yerda yozilgan bo'lsa ham mualliflik huquqi bemalol qilib qo'yilgan bo'lsa ham YouTube u narsani qanaqadir radiatsion to'lqin bo'ldimi, qulog'im bir yoq bitib qoldi. Hop. Atalib jaydarroq olib boryapman. Rasmiylikdan qochish maqsadida. YouTube o'sha narsalarni ham sun'iylikka yoki boshqalar materialini olib professionalizm yo'qolgan degan tushunchalar olib keladi-da. YouTube hozir eng birinchi o'rinda qadrlayotgan narsasi tabiiy, original, individual videolarni qadrlayapti, birinchiga chiqaryapti. Nima uchun? Hamma yoqda sun'iy intellekt orqali ishlab chiqarilayotgan videolar bosib ketdi. Hamma chiqaradi. Hindistonliklar juda ko'p shu bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda ham juda ko'pchilik sun'iy intellektdan dars beryapti, video tayyorlash bo'yicha. Bunaqa videolar bor-da, mana. Apelsin, ko'z qoshi bor, og'zi bor, unga yana apelsin yediryapti yoki mandarin, unga yana mandarin yediryapti. U haligi sharoplagan ASMR ovoz bilan yeyapti. Sun'iy intellekt shunday qilgan. Endi aql bilan o'ylab ko'ring. Bu Amerika, Google, YouTube, Google hammasi bu Amerikaniki. Bu narsani yaratganlar, bu narsani tashkillashtirganlar sodda odamlar emas, aqli bor, ancha oldinni, strategik oldinni ko'radigan, analiz qiladigan odamlar. Bular tez tushunadi. Musor narsani tez tushunadi. Ha, shunaqa ma'nosiz, lekin odam diqqatini tortadigan, shaloplab yeyishini qara. Mandarinni ham chiroyli qilib qo'yibdi, yomon sharini qilib yasab qo'yibdi, sun'iy intellektga ham qoyildi deb odam ko'rib o'tirishi mumkin. Lekin undan bir foyda olmaydi. Odam vaqtini yo'qotadi. Video content, material sizni qadriyatingiz shunaqa bo'lishi kerakki, foydali bo'lsin, yoki tinchlantirsin, asablarni tinchlantirsin, yoki dunyoqarashini kengaytirsin, yoki nimanidir o'rgansin shu videodan ko'rib. Ana apelsini yeb o'tirgani yoki buni toshlarni chaqir-chuqur. Men bu narsani tushunmayman. Bu vaqt olish. Asab tinchlanadi, chaqir-chuqurlar eshitsa. Asab tinchlantiradigan boshqacharoq, foydaliroq, kengroq narsalarni qilish kerak. YouTube tez orada shunaqa xabarlarni chiqarilyapti. Tez orada mana shunaqa bo'lar-bo'lmas foydaliligi, informativligi past bo'lgan kontentlar yo'nalishini monetizatsiyasini o'chirib ham kelyapti. Sun'iy intellektlarda sifatsiz tayyorlangan yoki maqsadsiz tayyorlangan videolar, hatto viral bo'lib ketgan bo'lsa ham, ya'ni viral degani virus kabi tarqab ketgan videolar degani. Mana shunaqa bo'lsa ham monetizatsiyasini bloklaydigan darajaga chiqqan, chunki YouTube kompaniyasi yoki platformasi o'zini qadr-qiymatini odamlarning oldida yo'qotib qo'yishni xohlamaydi. Mana bunaqa axlatxona, Instagramga o'xshab axlatxona bo'lib qolishni xohlamaydi yoki TikTokga o'xshagan asosan ditskiga o'tiradigan, asosan u yerda jiddiy kontent qiladiganlar ham o'tiradi, bilaman, lekin asosini shu trash narsalar qilib ketadigan bo'lib qolishni xohlamaydi YouTube. YouTube o'sha avvalgidek jiddiy, informativ, jiddiy odamga kiradigan, bir bilim o'rganish uchun kiradigan, qadr-qiymati yuqori bo'ladigan platforma bo'lib saqlanib qolishni xohlaydi. Shuning uchun YouTube'da bo'lmas informativligi past bo'lgan yo'nalishlarni qilib shug'ullanib borayotgan hozir soqqani qilyapti, lekin ularning kelajagi so'roq ostida. Chunki hozir soqqani qiladi, ishlaydi. U $100,000 ishlasin, boshqa qilsin. YouTube ishlagan odam YouTube'ga qiziqib shu bilan dash etaman, davom etaman deydi. Kanal yo blokka tushadi yoki monetizatsiya uchadigan bo'lsa, yangi kanal ochishga unda o'sha narsasi ko'ngli qolib ketadi. Endi bir paytlar YouTube'dan Rossiya soqqani qilganmiz, qiziqish ham qolmagan, endi silay qilaylik, endi silaga. Lekin yuradi. Shuning uchun hozirdan aytib qo'yapman. Siz YouTube bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, ozgina miyani qizdiring. Ozgina qizib ketsa hech narsa qilmaydi. Birovning miyasi portlab ketmagan, shu paytgacha eshitmaganman. Qizsin, ishlasin, qidiring.
Amerika yo'nalish bo'yicha. Birinchi, menga qanaqa yo'nalish qiziq. Masalan, men ko'raman bitta yosh pokistonlik bola ASMR yo'nalishda qiladi. Shunchaki toshlarni olib shaqiradi yoki qanlarni orasiga qo'g'irchoqlarni berib bunaqa o'tirmaydi. U sartarosh. DJI mikrofonlarni, DJI mic 2 mik shunaqa bo'lsa kerak. O'shani toqib oladi, boshqa qo'yib oladi-da, dalaga bolalarni, amakilarni o'tkazib qo'yib, sochlarini olib prическа qiladi. Ovozlari ko'rinadi, boshqa bo'ladi. Undan qanaqa foyda bor deysizmi? Hali shu nima foyda deysizmi? Bu bola birinchidan u yerda qanday qilib parashlab sochlarni olayotganini, dala sharoitida ham, gigiyenaga rioya qilmasdan ham qanday bo'layotganini haqida informatsiya beryapti. Tushunyapsizmi? U ya'ni dunyoni bir yangi mamlakati, Amerikaliklar uchun shunaqa davlatdan bor ekan. Dalada o'tiribdi, sochini olyapti degan narsa wow narsa-da ular uchun. Ko'radi, katta televizorga qo'yib ko'radi mana shu narsalarni. Va shu bilan shunaqa narsalar ham bor ekan degan dunyoqarash shakllanadi. Bu ham informativ. Keyin u yerda u bola o'rgatadi-da, ya'ni kesishlarni, qanday kesishlarni, oddiy qaychilar bilan qanday olishlarni, yosh bola. Mana shunaqa narsalar misol uchun ham relax beradi, ham informativ, ham dunyoni qarashini kengaytirishga yordam beradigan videolar. Long formatda. Endi short formati yo'nalishi ham boshqa. Masalan uchun short formatda ham odamlar shorts o'rganib ketgan, lekin pul topish ozroq bo'ladi. Long formatda reklamalar ko'p tushadi. Short formatda 1 minutlik bo'lganligi uchun yoki 3 minutlik bo'lgani bilan tez o'tkazib olish imkoniyati borligi uchun ularga ancha oz to'laydi. Long, uzun formatdan ko'ra oz to'lanadi. Lekin ikkita yo'nalishda ham qilsangiz bo'ladi. Faqat asosiysi shu qadriyatingizga sodiq qolishingiz kerak. Bu birinchisi, ya'ni u foydali bo'lishi kerak. Shunda siz qo'rqmaysiz. Sizda 10 yildan keyin ham shu YouTube bormi? Tamom, sizni qo'llab-quvvatlab yuradi, videolaringizni ko'taradi, rekka chiqaradi, boshqa qiladi. Keyin YouTube asosan gapiruvchi bosh obrazida chiqqan videolarni birinchiga qo'yadi. Ya'ni mana xuddi men sizga gapirib beryapman, real, bu yerda sun'iy intellekt yo'q, boshqa yo'q, bu sразу bilinadi. YouTube buni his qiladi. Real o'tdi, boshqa qildi deydi, analizda shuna chiqib keladi. Sun'iy intellekt aralashmagan. Buni birinchiga chiqaradi, chunki original material doim qiymati yuqori bo'lgan. Buni butun dunyo bo'yicha shu birinchi o'rinda turadi original. Buni hamma biladi. Xo'p, shuning uchun agar siz til bilsangiz, o'sha auditoriyaga mos qiziqarli mavzuda nimadir gapirib, обсуждение, ya'ni muhokama qilib chiqishingiz mumkin. Qaysidir mavzuni yoritib berishingiz mumkin. Yoki o'sha original kadrlar bilan faqat o'zingiz olgan videolar bilan chiqsangiz, kelajak barqarorroq bo'ladi. YouTube bormi, videolaringizdan pul ishlashni davom etadi. Endi siz qanaqa video yo'nalish qilgansiz deganlarga men bu yo'nalishimni qiziqolmayman, aytaman, chunki bemalol voy men yo'nalishlarimni aytolmayman, endi kanalimni aytib qo'ysam, kanalingni aytma, yo'nalishingni ayt. Men yo'nalishimni aytib qo'ysam, siz O'zbekistonda shuni kirib turib, shu yo'nalishni qidirib turib, o'zbekcha yozib tashlangiz, u mening kanalim bo'lib chiqsa, mening kanalim yiqiladi-da. Ben tushunmayman bunaqa odamlarni. Qiziqolmaslik kerak, bildingmi? Tamam, aytishing kerak. Masalan, men bo'lsa POV kadr bo'ladi, ya'ni birinchi shaxsning nuqtai nazaridan olingan videolar, ya'ni kamera yoki ko'krak qismiga yoki bosh qismiga qo'yiladi-da, ma'lum bir ishlar bilan shug'ullaniladi yoki ma'lum bir jarayonlarni ko'rsatib ketiladi. Mana shunaqa yo'nalish bilan shug'ullanaman. Xo'p, xullas siz ham mana shunaqa yo'nalish qilishingiz mumkin. Misol uchun oddiy tufli tikuvchi odam bo'lsangiz, mana masalan tufli tikyapsiz. Men qachongacha qo'llarim yorilib tufli tikaman desangiz, bitta kamera oling yoki oddiy telefon, iPhone olingda, holder bor. Bo'yinga taqasiz, bu yoqqa qadaysiz. Magnitli iPhone bo'lsa magnitga yopishadi, tezda yopishadi-da. Qo'yasiz, tufli tikayotganingizni shu kadr moslab turib qo'yasiz, tikasiz, hech narsa gapirmaysiz. Masalan, iPhone bo'ladigan bo'lsa, iPhone 12 bo'lsa ham bo'laveradi. Akkumulyator yaxshi bo'lsa bo'ldi. Bemalol javob beradi. 4K 60 FPS da videoga oladi. Mana shunday oladi. Ham anaqa wide linzada, ya'ni anaqa katta 0.5 kadrda oladi. iPhone 12 dan boshlab o'sha keyingi chiqqanlarigacha xohlaganingiz olsangiz bo'ladi. 12 gacha bo'lganini men maslahat bermayman. Xo'p. Tufli tikyapsiz, gapirmaysiz.
Amerika kanaliga tushish uchun so'zlaringizda Amerika so'zlari ishlatilgan bo'lishi kerak videoda yoki hech narsa ishlatilmagan bo'lishi kerak. Unadan bittasi qattiq olasizlarmi deb turgan agar videoga tushib qolsa, buni YouTube texnologiyasi, YouTube ichidagi maxsus robotlari shu bilan shug'ullanganlar o'zbekchaligini his qiladi, tushunadi. YouTube'da o'zbekcha hozir yaxshi rivojlanyapti. Bu O'zbekistonning kontenti ekan deydi, o'zbekcha ham gapirilyapti, demak bu o'zbeklarga qiziq deydi. Algoritm shunaqa ishlaydi. O'zbekistonga qarab, otib oladi videongizni. Siz harakat qilib inglizchalab titrlarni yozasiz, taglarni yozasiz, descriptionlarni yozasiz-da. Orasida mayli bitta hello, good morning deb qo'yarsiz. U O'zbekiston ko'ryapti-da. Nimaga? Chunki orasida kimdir o'zbekcha gapirib qo'yganda. Aka mana bir yog'ini tikib berasizmi? Meni etigim bo'ldimi, men tuflim bo'ldimi degan joylar tushib qolsa ham, bu ham bir xavf bo'ladi. O'zbek auditoriyasiga tushib qoladi. Qaniydi O'zbekistonda ham hech bo'lmaganda o'sha RPM yoki CPM deymiz. Shu sal ma'lum bir 5 sent, 3 sentdan ko'ra bir 2-3 dollarga ko'tarilib qolganda edi. O'zbekcha kontentni ham video qilib zo'r pul topsa bo'lardi. Buning uchun bizni tadbirkorlarimiz YouTube'ga, Google AdSense orqali kompaniyalarning reklamasini berishni o'rganishlari kerak. Ana shunda ana o'shani hisobidan O'zbekistondagi blogerlar, o'zbek segmentidagi blogerlar YouTube'dan yaxshigina daromad qilish imkoniyati bo'ladi. Lekin bizdagilar o'sha Instagramga berishadi. Bir oy, 2 oy bormaydi. 15 bir oy portlaydi, magazinlar portlaydi, ya'ni savdo ko'tariladidan tashlaveradi, ketdi. Chunki Instagram oxirgi bir hafta yoki hozir 3 kungacha bo'lsa kerak. Keling bir haftani oldin. Oxirgi bir haftadagi qo'yilgan videolarni olib chiqadi. Undan eskisini u yoqqa qatadi. Chunki u yoqda o'zi Instagramda hamma video slivat qilib yo'g'yapti. Instagram o'zi hammasi eskilarni ham oldiga siz oldingizga chiqarib berishga imkoniyati yo'q. Chunki yangisi bor ustiga ust. YouTube algoritmi esa umuman boshqacha algoritm bilan ishlaydi. U boshqacha informativ 10 yil, 15 yil oldingi video ham sizga rekka chiqib turaveradi. Chunki uni informatsiyasi, uni qiziqishi, uni dolzarbligi, masalan, neft masalasi 10 yil oldin bir dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozir yana bir shov-shuv bo'layotgan bo'lsa, 10 yil oldingi neft videosini olib chiqib keladi. Mana uni ham ko'rginda shu mavzuga aloqador deydi. Instagramda bunaqa narsa yo'q. Tushunyapsizmi? Hozir miyangiz chalkashib ketgan bo'lishi mumkin. Videoni xohlasangiz boshqatdan ko'ring. Qayerdan gapirib beryapman? Qayoqdan kelsa gapirib beryapman. Tartibga solib gapirmayapman, uni bilyapman. Kommentariyada yana kayfiyatimni tushirib olmayli. So'kib, aql chiqasanmi? 20 minut gapirib aql chiqasanmi? Bo'xman meni videoyimni ko'rib bo'lmasam, senga yoqmasa. Idi gulay. Men maqsadim u bedalik o'zimni tanitish boshqa emas. Bilganimni gapirib qo'yaman. Bilib oling, foydali joylarni olib ishlating. Xullas, mana shunaqa yana davom ettiraman videolarning qolganini, ya'ni esimga kelib qolgan gaplarni gapiraman. Xullas, qissadan hissa shuki, Amerika yo'nalishiga tushishingiz uchun video Amerika yo'nalishiga qiziq bo'lishi kerak. Ya'ni Amerika xalqiga, auditoriyasiga qiziq bo'lgan mavzularda video bo'lishi kerak. U mavzular qaysilar? Tabiiylik, tabiat qo'yni, soddalik, moliyaviy ma'lumotlar, ingliz tili bo'lishi kerak bu yog'i. Ta'lim sohasidagi ma'lumotlar. Xohlasangiz til bilan ko'rsating, xohlasangiz so'zsiz ko'rsating. Mana shunaqa narsalar yana bor, yana qidirib topasiz ya'ni. Endi bu yo'nalish shunday bo'lgandan keyin, shunaqa yo'nalish bo'ldi. Endi unga mos kelish uchun Amerikadagi vaqtlarga qo'yish kerak. Eng xavflisi Hindistonga tushib qolmang. Hindistonga tushib qoldingizmi, agar Hindistonda bir 1000 ta odam yaxshi ko'rib, undan bir 200 tasi like bosib qo'ygan bo'lsa, bo'ldi. Kanalingiz Allohu akbar bo'ladi. Chunki Hindistondan auditoriyasidan chiqib ketish qiyin. Chunki u yerda aholi ko'p. Keyin u Hindiston salga yoqib qolganda sizga like bosib ketaveradi. Alaynaqa-da, haligi nima deydi, ularning aholisi quvnoq. Aydi, chalay deydi-da, keyin o'z namaste deb bosib ketaveradi. Shuning uchun yo'qqa tushib qolmaslik uchun Hindistonning soatlari yarim kechasimi, 2-3 bo'lmasa ham shu kechasi 11 dan
keyin bo'lgan bo'lsa Hindistonda, shunda ehtimol kamroq ularning video ko'rishi. Mana shunaqada qo'yish kerak. Shunda Yevropaga, Amerikaga tusha oladi. Bu ham bitta kichkina joylardan, lekin asosiylari mavzu Hindistonga qiziq bo'lgan mavzu bo'lmasligi kerak. Endi men Hindistonni misol qilyapman. Hindistonga ham pul beradi, O'zbekistondan ko'proq pul beradi Hindistonga ko'rganiga, lekin past beradi. U Amerika auditoriyasi bo'lmay qoladi-da sizda. Juda ham oz beradi. Masalan, $1, $2 berishi mumkin. O'zbekistonda adashmasam 5 sentmi, 10 sentmi shunaqa. 1000 ta prosmotriga. Даже u ham yo'q. Keyin xullas shu yoqqa tushib qolmasligingiz kerak. Mavzuni tanlaganingizdan keyin o'sha ingliz tilida qilasiz. Videoda o'sha o'zbekcha yoki o'sha hindistoncha qo'shiqlar radioda aytilib qolmasligi kerak. Siz real original video qilyapsizda, qayerdadir o'zbekcha qo'shiq aytib yotibdi. U bir pasda YouTube buni tushunadi-da, O'zbekistonga o'tadi bu videoyingiz. O'zbekcha qo'shiq demak, bu o'zbeklarga qiziq baribir. Buni o'zbekcha qo'shiq Amerikani eshitmaydi deydi-da, O'zbekistonga o'tib boradi. Yoki qancha qo'shiq qo'yayotgan shu yoqqa, ruscha qo'shiq qo'yayotgan bo'lsa, Rossiyaga jo'natib qo'yadi. Xo'p, yoki rusiy zabon xalqlar yashaydigan territoriyaga tashlab qo'yadi. Ukrainaga tushishi mumkin. Ukrainada ham yaxshigina pul ishlasa bo'ladi. Keyin yana Amerikaga anaqasiga tushishi yana sabablardan yana qaysi joylari bor edi, nozik joylarini sizlarga aytib qo'yay. Imkon qadar Amerika ingliz tilida gapirishga harakat qilasiz. O'sha ora-choralarda videoda agar so'zsiz bo'ladigan bo'lsa, ba'zi joylarga gap qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham ozgina turtki bo'ladi. Men o'zimdagi bo'lgan narsadan aytaman. Xo'p, Amerika vaqtiga moslab qo'yish kerak, Amerika qiziqishlariga moslab qo'yish kerak. Keyin sifat yaxshi bo'lish kerak. Amerikada kontent turiga qarab sifatni qadrlaydi. Ovoz sifati yaxshi bo'lish kerak. Tasvir sifati, buni kadrlar qanaqa bo'lgan bo'lsa ham, masalan, katta monitorda ko'radigan odamlarning ko'zi charchamasligi kerak. Yosh kattalar bunda o'ynagan kadrni ko'rmaydi. Yoshlar ko'raveradi masalan. O'ynagan kadr bo'lsa qiziqadi, nima bo'lyapti ekan, ishton yechilib ketyaptimi deydi. Oxirigacha ko'rish mumkin. Yosh katta odamlar, to'lov qobiliyati yuqori bo'lgan odamlar bunaqa narsalarni o'tkazib yuboradi. Cho'za deydi, bunaqa deydi, musor deydi. Shuning uchun kadrlar statik anaqada kadrdan olinishi yoki plavni o'sha nima deydi, yumshoq, silliq harakatlar bilan bo'lgan bo'lishi kerak. Xullas, shunaqa. Yana savollar bo'lsa yozsanglar, men dash aytaman. Hozir u yarim kecha bo'lib ketdi. Men endi uxlashdan oldin ko'nglim bo'lmadi. Bugun bitta video qilib qo'yay dedim. Salomat bo'linglar, vaqtingizga rozi bo'linglar, eng asosiysi. Qanday bo'lsa ham endi pul ishlayveraman, menga qizig'i yo'q, sen damlamatan deydiganlar bo'lsa, o'zinglar bilinglar. Men aytib qo'ydim. Sizlarga aql o'rgatmoqchi ham emasman. Endi bitta aytib qo'yish meni vazifam. Shunaqa gaplar. Mana bundan oldingi o'sha videoyimga yaxshi youtuberlar yozibdi, men boshqa qoyil qoldim. Ya'ni ularga ham taqdimot bo'lgan, meni videoyim chiqib kelgan. Izoh qoldirishibdi. Yaxshi kontentlar qilishibdi. Shuning ham videosini ko'rsangiz bo'ladi. Ismlari esimdan chiqib qoldi. Yaxshi e'tibor bermayman familiyalariga. Xursand bo'ldim demoqchiman. Kommentlar yozilibdi. Yaxshi harakat qilinglar. Keyin sal ochiqroq, nima deydi, qo'llab-quvvatlashga sal moyilroq bo'lish kerak-da. Unday qilib, ha, aql chiqar. Ha, nima qilaylik bo'lmasam? Bunaqa yo'nalish qilsak nima qilaylik? Sen o'zing qanaqa yo'nalish qilasan? Sen ham bitta kurs ochib bo'lmasam? Demaslik kerak-da. Toza qalb bo'lishga harakat qilinglar-chi. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi shunda? U yaxshi sanga yaxshi bo'ladi xolos. Nima menga bir zarar kelmaydi bundan. Xursandmi? Tamom. Ha. Meni joyida yoqmadi bu bolaning gapidan. Meni joyim to'g'ri gapiribdi deyishni ham bilish kerak-da. Mard odamning ishi shunaqa bo'ladi. Mard odam tan olishni biladi. Xullas, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana harakat qilaman, jamlantirib keyingi mana shunaqa sirli, mayda elementar lekin muhim bo'lgan, uncha joyda aytilib bermaydigan joylarni o'zimni opitimdan kelib chiqqanlarimni sizlar bilan bo'lishaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zim o'chiraman-da, endi montaj yo'q.